Mustaqil bo'lishni kimlar xohlamaydi? Aramizda mustaqillikni cho'r degan holda mustaqillikni xohlaydi yoki mustaqillikni xohlamaydi? Mustaqillik talab qiladi yoki mustaqillik talab qilmaydi? Mustaqilchi yoki avtonomiyachi degandek talash tortishlar davom qilayotgani uzun zamonlar bo'ldi ham ham davom qilmoqda. Hatto bu vaqtda har xil ra'y-sinashlarni elib berildi. Ba'zilarimiz boshqalarning o'zimizdan gumonlanib qolishidan andish qilib, Sharq Turkistonga mustaqillik degan xatni tutib, rasmga tushib, ijtimoiy taratqularda tarqatdik. Ifoda bildirganlar o'zimizni mustaqillikni xohlaydigan yoki mustaqilchi qatoriga qo'yib, boshqalarni mustaqillikni xohlamaydiganlar yoki avtonomiyachi qatoriga qo'yib, ularni ayblashdik. Hatto ba'zilarni inkor qilib haqoratlashdik. Bizda hayvonning alisi teshida, odamning alisi ichida deydigan maqol bor bo'lib, u deganlik hayvonning rangini hayvonning teshiga qarab belgili bo'ladi. Ammo odamning rangi uning ichida bo'lg'achqa teshiga qarab belgili bo'lmaydi deganlik. Bo'libmi, samimiyatsizlik avj olgan bugungi dunyoda insonning ig'zida degan so'ziga qarabla uning qalbini tushunish uncha oson emas. Har qanday imtihonning uni tuzib chiquvchi tarafidan bekitgan o'lchamlik javobi bo'ladi. İnsanlar o imtihanda yuqori nomer elib o'tish uchun hatto o'lchamlik javoblarni yodga elib olishi mumkin. Shu imtihanda yuqori nomer olgan odam cho'qim aqlli odam bo'lishi notayin. Bir odamning aqliga atrofliq va to'g'ri baho beradigan eng yaxshi o'lcham uning amaliyati. Herkesmi bir qitimliq imtihonda bergan javobi emas. İnsan cho'ng bo'lib, ma'lum yoshga borganda, ya'ni o'zining ishiga o'zi ega bo'laligidek bo'lganda yoki shundoq tuyg'uga kelganda, hatto o'zini tug'ib cho'ng qilgan ota-onasidan ayrilib, ayrim uy tutib, mustaqil yashashga intiladi va shuning uchun tirishadi. Bu nuqtadan aytganda, mustaqillikka intilish insonning tabiatida mavjud. Ishonamanki, aqli o'sha joyida Uyg'urlar ichida mustaqil bo'lishni xohlamaydigan odam yo'q. Agar Uyg'urlar ichida mustaqil bo'lishni xohlamaydiganlar bor deyilsa, mundaq ikki xil sababdan bo'lishi mumkin. Biri hozir mavjud sistemadan yetarlik bahramand bo'lgan, foyda olgan va u foydadan mahrum qilishni xohlamaydiganlar. Bular son jihatda bakli oz. Yana biri mustaqil bo'lishimizga faqat ishonchisi yo'qlar. Bularning soni sal ko'p bo'lishi mumkin. Ular hargiz mustaqil bo'lishni xohlamaganlikdan emas, balki tez orada mustaqil bo'lishimizga ishonchisi bo'lmag'achqa, hozirgidek qirilib, assimilyatsiya bo'lib tugab ketgandan ko'ra, xalqaro qonun yo'l qo'ygan doirada kuchli davlatlarning qo'llashi bilan insoniy haq-huquqlarimizni qo'limizga olayli, shunga avtonomiya bo'lsa-mu mayli deb qaraydiganlar. Bu xildagi kishilar agar millat kuchlanib, mustaqil bo'lishga mangsila, tabiiyla mustaqillik sepiga qitiladi. Ishonchisini yo'qotgan odam xuddi quruq tag'arga o'xshaydi. Naytda afsus, quruq tag'arni har qancha qilibmi o'r turg'izg'ili bo'lmaydi. Shuni biz quruq tag'arni o'ri turg'izaman deb avori bo'lmay, oldi bilan u quruq tag'arning ichini to'shqizishimiz kerak. Biz boshqalarni uchi, buchi deb haqorat qilib, vaqt isrof qilib o'ltirmay, oldi bilan amaliy harakatimiz orqali xalqning mustaqillikka bo'lgan ishonchisini tiklashiga yordam berishimiz va uninglik uchun tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Shuni ta'kidlab o'tishga arziydi-ki, mustaqillik degan shuar to'lab qo'yganga, maydonimizni bildirib qo'yganga birlar tarafidan beriladigan narsa emas, balki kurash qilib, badal to'lab oladigan narsa. Dunyoda birsining mustaqillik talab qilgani uchun boshqalarning uningga ishchi og'rib, uningga mustaqillik beradigan ish aslo mavjud emas. Bu dunyo kuchlanib, o'ziga tava narsaga o'zi ega chiqadigan va o'z haq-huquqini qo'g'daydigan dunyo. Albatta undaq deganlik ko'ngildagi istaklarni ifodalamaslik kerak deganlik emas.
Biz ko'nglimizdagi arzu-istaklarimizni ifodalashimiz kerak. Shuning bilan bir vaqtda shu arzu-istaklarimizga tushliq amaliy harakatimiz bo'lishi kerak. Amerikaning Janubiy Dakota shtatida yashaydigan lakotaliklar indian qabilalari ichida birlikka kelgan kuchli bir qabila bo'lib, 1866-yildagi Amerika askarlari bilan elib borgan urushda ustunlik qozonganligi uchun Amerika hukumat taraf lakotaliklar bilan tinchlik kelishimi tuzishga majbur bo'lgan. Ular yashagan Black Hills rayonini lakotaliklarning zemini deb e'tirof qilgan va u yerdan chekinib chiqqan ekan. Keyin u yerdan oltin boy qilib, oqdanliklar u zaminga bostirib kirgan va Amerika askarlarining yordam bilan u zaminni egilib olgan ekan. Shuning bilan u zamin Amerika federal hukumatining kontrolligiga o'tib ketgan bo'lib, shuningdan keyingi 142 yil davomida lakotaliklar u zamin davosini hargiz to'xtatmagan. 1980-yili hatto Amerika Oliy sudi ayni vaqtdagi Amerika federal hukumati u zaminni qonunsiz besib olgan deb hukm chiqargan. Lekin uningdan 38 yil keyingi bugungi kundami dunyoda eng demokratik hisoblangan Amerika o'zining davlat manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, u zaminni lakotaliklarga texicha qaytarib bermagan. Har qanday davlatga nisbatan o'zining davlat manfaati birinchi o'rinda turdi. Xalqaro qonun tuzum deganlarmi, amaliyotda kuchli davlatlar o'z davlat manfaatini markaz qilgan holda boshqalarning bo'ysunishi uchun tuzib chiqqan qoida tuzumdir. Kuchli bo'lganda uningga bo'ysunishning zaruriyati qolmaydi. Ojiz bo'lganda uningga bo'ysunib, kuchli davlatlardan keladigan iltifot, ya'ni foydali xalqaro vaziyatni kutib turishga to'g'ri keladi. Hammamizning xabari bo'lgandek, 2-dunyo urushidan keyin Amerika bilan sobiq Sovet ittifoqining kuch sinishi bo'lib, Amerika Sovetga taqobil turish uchun Xitoy Gomindangni qo'llagan. 1971-yilga kelganda Amerika yana shu Sovetga taqobil turish uchun Tayvanni BDTdan siqib chiqarib etib, Xitoy kommunistik hokimiyatini qo'llab, uni BDTga kirgizgan. Amdilikda Xitoy kommunistik hokimiyati o'ziga tahdid bo'lganda, uningga qarshi turish uchun Tayvanni qaytadan qo'llayotdi. Demak, xalqaro vaziyat amaliyotda kuchli davlatlarning ehtiyojiga qarab o'zgarib turdi. Bizmo faqatla shu xalqaro vaziyatning bizga foydali bo'lib o'zgarishini kutyapmiz. Amaliyotda bizga foydali o xalqaro vaziyatning barliqqa kelishi yolg'iz bizning arzu-istaklarimizga va yoki bizning nimani talab qilishimizga bog'liq bo'lib qolmasdan, eng muhimi kuchli davlatlarning davlat manfaati bilan zich munosabatlik. Oldimizda boshqa ko'p tanlash bo'lmaganda, bo'libmi kuchsiz, chorasiz qolganda davoni cho'ng davlatlarning manfaatiga uyg'un holda elib berib, ularning qo'llashiga erishishni qo'lga keltirishga to'g'ri keladi. Doktorlikda kasal davolash uchun ishlatiladigan ko'plagan dorilarning o'xshamagan darajada aks ta'siri bor. Ammo kasal davolashda boshqa tanlash bo'lmaganda, u dorilarning aks ta'siri borligini bilib tursaqmi, yana u dorilarni ishlatamiz. Chunki u dorini ishlatmasak, kasalimiz og'irlashib, o'lib ketishimiz mumkin. Agar u dorini ishlasak, garchi uning belgilik aks ta'siri bo'lsa-mu, salomatligimizga belgilik ziyon elib kelsa-mu, biroq u dori hayotimizni saqlab qolishda zarur bo'lg'achqa, biz oldi bilan u dorini ishlatib, hayotimizni saqlab qolishga majbur bo'lamiz. Mustaqil bo'lish, Sharq Turkistonga mustaqillik deb shuar to'lab qo'yishdek undaq oddiy emas. Biz bir-birimizni inkor qilish orqali mustaqillikka erisha olmaymiz. Biz xoin yoki avtonomiyachi deb qaraganlarning hammasini yo'q qilib olsakmi, uninglik bilan mustaqillik o'zligidan kelmaydi. Mustaqillik uchun ittifoqlashishga bo'ladigan barliq kuchlar bilan ittifoqlashib, bir niyat, bir maqsadda izchil tirishchanlik ko'rsatishga, imkoniyatimiz yetadigan barliq chora-tadbirlarni qo'llanishga, o'z qarindoshlarimizga emas, dushmanimizga qarshi o'rtaq kurash qilishga va badal to'lashga to'g'ri keladi. Hindiston xalqini Angliyaning mustamlikasidan ozod qilgan Gandhi, agar sen dunyoda o'zgarish bo'lishni xohlasang,
avval o'zingni o'zgartirishing kerak deydi. Biz boshqalarni mustaqillikni xohlamaydi yoki avtonomiyachi deb zihnimizni xo'rtishning o'rniga o'zimiz mustaqillik uchun konkret tirishchanliklarni ko'rsatib, boshqalarga ulgu bo'lishimiz kerak. Bir inson o'ylik o'choqliq bo'lib, ayrim uy tutib, mustaqil yashamoq demak, yolg'iz o'ziga o'zi xo'ja bo'lish deganlikla emas. Eng muhimi, uyning yo'qini bor qilib, bir oilaning yukini ko'tarmak demak. Duch kelgan jafo mushaqqatni yengmak demak. Bala mayli aqlli tug'ilsin yoki dod tug'ilsin, mayli sog'lom tug'ilsin yoki meyib tug'ilsin, uni beqib cho'ng qilmoq, yaxshi tarbiyalamak, xatoliklarni tuzatmak demak. Herkizmo dört yoki meyib tug'ilib qolsa, uni beqishdan voz kechib, uydan qo'g'lab chiqarish, hatto yo'q qilishga urinish deganlik emas. Qisqasi, ayrim uy tutib mustaqil yashamoq demak, u bir mas'uliyat demak. Shuningga o'xshash mustaqillik va o'ziga o'zi xo'ja bo'lish hargizmi boshqalarni inkor qilib, ko'ngilni xo'sh qilish deganlik emas. Balki u vatanning yukini birga ko'tarish deganlik. Amerika prezidenti George Kennedy mundaq degan ekan: "Vatanim menga nima qilib berdi deb so'ramay, men vatanim uchun nima qilib beraman deb so'ram." Shunga biz boshqalarni uni qildi, buni qilmadi deb boshqalarni ayiblash va inkor qilishning o'rniga "Men nima qildim?" deb o'zimizdan so'rab boqqanimiz tuzuk. Janubiy Afrikalik ataqliq siyosiyon va qartalliklarning lideri Nelson Mandela mundaq degan: "Erkin bo'lish faqat bo'yinga silingan zanjirni parchaqlab tashlash deganlikla bo'lmasdan, balki u boshqalarning erkinligiga hurmat qilish va uni texmi kuchaytirib yashash demakdir." Oxirida Amerikaning mustaqil bo'lishida alayda kuch chiqargan tunji qitimliq Amerika prezidenti George Washingtonning buni so'zi bilan so'zimni oxirlashtirmoqchiman. Azadlık hareketi yıldız tartışqa başlagan aman, u tez o'sadigan o'simlikka aylanadi. İşinimenki, agar bizning mustaqillikqa bo'lgan ishonchimiz kamal bo'lsa va bir niyat, bir maqsadda tirishchanlik ko'rsatsak, hamon bir kuni cho'qim mustaqil bo'lamiz. Mustaqillik qandaqdir o'z talablarimizning haqli ekanligini boshqalarga tushuntirish bilan oladigan narsa emas, balki kuchimiz yetganda tartib oladigan narsa.